Assalomu alaykum baliq ishqibozlari, akalar. Ko'llarimiz ochildi mana. Xudo xolasa ikkinchi haftasi ketyapti. Shu sababdan mana akalarimiz kelyapti mana. Inshaalloh Alloh rozi bo'lsin. Ko'llarimiz xudo xolasa nihoyatda go'zal. Solishga udobli. Bunaqa baland emas, past, katta baliqni ham tortib suvga olsa bo'laveradigan holatda. Mana ko'llarimiz juda chiroyli. Hop, narxiga kelsa akalar 50 ming so'm kirish deganmiz. Ya'ni bitta qalmog'imiz 25 ming. Hop, uni ichida oshlarimiz bor. Samovarlarimiz bor. Abedga osh qilib beramiz, salatlar, non, choylar bilan 15 mingdan qilib qo'yganmiz akalar. Ko'ngilda to'qib kelaverasizlar. Manzil Baliqchi rayonida, Andijon viloyati Baliqchi rayon. Ya'ni Baliqchi qishlog'ida, O'rtaqo'rg'on qishlog'ida, O'rtaqo'rg'on MFY. Hop. Lekin kuniga 50 kilo, 40 kilodan kuniga baliq to'kamiz. Bu ko'limiz ichida akalar 1 tonna baliq tashaganmiz. Uning ichida olingani bo'lsa, katta baliqlarni qo'zg'alib yuribdi, to'lqinlab. Nima demoqchi edim? 300 kilo baliq olingan bo'lsa, 700 kilo balig'imiz bor inshaalloh. Kuniga 50 kilodan to'kamiz akalar. Akalarimiz mana 50 ta 60 ta kelgan bo'lsa, 30 tasidan 35 ta odam ushlab ketyapti. Kim rizqi bo'lsa, ushlab ketaveradi akalar. Ko'limiz mana shu mana. Murojaat uchun nomerlar qo'yamiz, xudo xolasa telefonlashib kelaverasizlar. Manzilimiz Baliq tumani, Namangandan o'tgandan keyin, Qoradarada o'tgandan keyin telefonlashib kelaverasizlar. Hammaga birdek omad, salomat bo'linglar. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar. Mana akalarimiz joylashyapti mana. Ko'limiz unaqa o'ta katta emas, uzunligi bir 80 metr, 90 metr atrofida bor. Joylashaveringlar akalar. Salomat bo'linglar. Kelaverasizlar, xizmatdamiz akalar.